حن قلبي للمدينة لرسول الله فاقتفى القلب حنينا. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytganlar: سيأتي زمان على أمتي. Ummatim uchun hali shunday zamon keladiki, iymon keltirgan, menga ergashgan, o'zini musulmon sanaydigan ummatim namozni to'la-to'kis ado qilmay qoladi. Har yerda baland binolar quriladi. İnsanlar har gapida Alloh nomidan qasam ichadi-yu, qasamning ustidan chiqmaydi. Odamlar bir-birlarini la'natlaydi. Poraxo'rlik va zino avj olib ketadi. Oxirat kuniga bepisandlik bilan qarashni boshlashadi. Bu dunyoning o'tkinchi matohlari evaziga oxirat dunyosini sotib yuborishadi. Dar haqiqat bugun odamlar moddaparast bo'lib qolishdi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam davom etib shunday dedilar: Qachonki siz o'sha vaqt ustidan chiqib qolsangiz, o'zingizga boshpana izlashni boshlang. Bu kabi holatlarga duch kelmaslik yo'llarini izlang. Bu oson emas albatta deganlar. Boshqa bir hadisda bir odam: Ey Allohning rasuli, boshpana izlash, panoh izlash nima degani? Bu gaplaringizning asl mohiyati nimadan iborat deb so'radi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam quyidagicha tushuntirdilar. Bu degani, qachonki o'lim seni yo'qlab kelmagunicha o'z uyida qolish, og'ziga mahkam bo'lish, tilini va qo'lini harom ishlardan tiyish dedilar. Birodarlarim, axir bundan ham yomon kunlar kelishi mumkin. Dunyoda sodir bo'layotgan voqea va hodisalardan inson shunchalar adashib qolganki, nima qilarini, qayerga borishini, kimlar bilan birga bo'lishini bilmay qoladi. Hamma narsadan shubhalanishni, ehtiyot bo'lishni boshlaydi. Hattoki uyda o'tirgan paytida ham o'zini ko'p narsalardan chetga olishni boshlaydi. Yaxshilik qilishni xohlaydi, lekin qayerga borib qiladi? Yomonlikka duch kelmaslikka harakat qiladi, lekin yomonlik avj olgan zamonda yashayapti. Ko'pchilik yoshlar mendan nega islom hamma narsani harom deydi kabi savollar berishadi. Aslida bu noto'g'ri fikr. Islom hamma narsani harom demaydi. Ammo atrofni yovuzlik qamrab olganida xuddi islom hamma narsani harom deganga o'xshab ko'rinadi. Chunki biz ana shunday zamonda yashayapmiz. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytganlar: Hali gunohlar oson amalga oshiriladigan zamon keladi. Hayo va iffat o'z qadrini yo'qotib boradi. Bu inson hayotining qiymati borgan sari arzonlashib borayotganining dalilidir. Uning qiymati yo'qoldi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam bizga shunday deganlar: Insonlar namozlarini to'la-to'kis ado qilmay qo'yishadi. Namoz insonlar nazdida o'z qiymatini yo'qotib boradi. 5 mahal namoz shoshilinch e'tiborsizlik bilan ado etiladi. Namoz o'z ahamiyatini, zaruriyatini yo'qotadi. Agar bu yo'lga pullar aralashsa, namozni ham tashlab yuborishadi. Agar yigit bir qiz bilan ko'rishmoqchi, gaplashmoqchi bo'lsa va namoz vaqti kirib qolsa, u namozni o'tkazib yuboradi. Agar gap boylik, manfaat, hayotda biror narsaga ega bo'lish haqida borsa, insonning xayoliga eng oxirgi keladigani namoz bo'lib qoladi. Bir birodarimiz menga: "Men 5 mahal namozni ishim sababli ado qila olmayman" dedi. Shunda men: "Hech namoz uchun vaqt ajratishga urinib ko'rdingmi?" Yo'q, islom menga oilangni ta'minla deb buyuradi-ku. Agar Alloh seni oila bilan ne'matlantirmaganda, oilang bo'lmas edi. Allohga noshukrlik qilib undan yuz o'girayapsan. Undan o'zgaga suyanib qolyapsan. Allohdan o'zgani do'st tutgan insonni Alloh Qur'oni Karimda o'rgimchak to'ridagi o'rgimchaklarga o'xshatgan. Allohni qo'yib o'zga do'stlar tutganlarning misoli o'ziga uy tutgan o'rgimchakka o'xshaydi. Holbuki eng zaif uy o'rgimchakning uyasidir. Qoshki bilsalar edi.